Assalomu alaykum. Inkubator ishqibozlari. Hozir mana biz o'zimiz tayyorlayotgan shu yangi zavodskiy Bliss bilan deyarli bir xil imkoniyatlarga ega bo'lgan inkubatorimizni ishlash haqidagi tushunchalarni sizlarga tushuntirib o'tmoqchimiz. Inkubatorimizni yoqamiz. Inkubator yondi, mana avtopоворотник. Bu yoqda to'xtaydi. Tak, mana bu svetimiz. Yorug'lik, ichida yorug'ligini ko'rish uchun bu yerda mana akkumulyatorga ulanadigan narsa qo'yilgan mana. Qizil plus, qora minusda. Akkumulyatorga tokka ulab qo'ysangiz, svet mabodo o'chsa, avtomatik tarzda akkumulyatorga ulanib, akkumulyator bilan ishlaydi. Endi bu termoregulyator, buni hamma biladi nimaligini. Bitta влажность ko'rsatish uchun qo'yilgan datchik bor. Mana bu влажностьni kontrol qiladigan narsa mana. Minimum, maksimum. O'rtacha qo'ysak, o'rtacha bo'ladi. Endi bu yerda mana bu latoyni olib qo'ysak, 100 tacha tuxum ketaveradi. Mana bu latoyni o'zida 77 ta tuxumga joy bor. Qaysi biri qulay bo'lsa, o'shandan foydalanib ishlatsa bo'laveradi buni. Inkubatorimizni isitish sistemasi 12 voltli spiral. O'sha zavodskiy Blissda qanday bo'lgan bo'lsa, xuddi shunday. Ichi mana 2 santimetrlik pinaflex bilan qoplangan, issiqni yaxshi tutadi. Bu yerda mana konseptkalar bor. Ramkani to'xtatish uchun borib, ramka shuni bosganda avtomatik tarzda motor uziladi. Endi bu yerda suv idishlar, mana bitta suv idishga suv quysak, hech bo'lmaganda namli 50-55 bo'ladi. Ikkinchisiga o'sha 19 kun bo'lganda suv quysak ham bo'laveradi. Xo'p. Qaytadan motorni joylaymiz. Korpusi mana qalin 08 li yog'och faner. Usti buni